Hurmatli Uzmobile, Uztelekomning boshlig'i, O'zbekiston bo'yicha eng kattasi. Iltimos sizdan, Jannatim akam, yaxshi gapirib aytyapman. Aka, Farg'ona shaharda internetni to'g'ri, chiroyli, cho'tka ishlatib qo'yinglar. Biz ham Toshkent qanaqa pul to'lasa, xuddi o'shanaqa pul to'layapmiz. 1 so'm kam to'lagan joyimiz yo'q. Ular tarafda yaxshi ishlab, bizda amiga kirib yotibdi mana aytdi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shaharda ko't bo'yotibdi. Farg'ona shaharda internet ishlamayapti. Значит, rayonlar vobshe amini yegan. To'g'risida internetni pulini olyapsizlarmi? Ha? Internetni puli bir kun o'tib ketib qolsa, mayli ertaga to'lar, mayli bugun vaqti yo'q ekan demasdan sirasi o'chirib qo'yyapsizlarmi? Vaqtida meni 30 kunlik, 30 kunga to'lagan internetimni cho'tka ishlatib qo'ylaring bilan. Na telefonda, na internetda, Wi-Fi'da ishlayapti bilan. Vobshe ishlamayapti. Menga hozir kerak internet. Lekin ishlamayapti. Sanlarda ijtimoiy sanlarda ondaqanga Uzmobile'ga ishonib, SIM kartani ham, Wi-Fi'ni ham xuddi shu kompaniyaga ulaganman. Ishlatlaring bilan. Yoki pullarimni qaytaring.